Bugungi mavzuyimiz Cloud Code'dan foydalanish haqida bo'ladi. Ya'ni Cloud Code'ni darslarni bir nechtaga bo'lib o'tamiz. Bu hozir bizani menimcha sun'iy intellekt bo'yicha 6-darsimiz va bu darsni hozir Cloud Code'ni foydalanishidan boshlaymiz. Ba'zi bir narsalarni ko'rsatib beraman, qanaqa qilib qilsa bo'ladi va namunaga bitta namunaviy misollarni yechib boramiz. Xo'p. Demak, Cloud Code nima o'zi? Mana shu paytgacha biz sun'iy intellektdan qarab keldik. Birinchi bo'lib o'sha OpenAI'ni ChatGPT degan modeli chiqqan bo'lsa, keyinchalik boshqa modellar chiqib ketdi. O'tgan safarda sizlarga Gemini'ni ko'rsatdim va shu bilan birga Windsurf'ni ko'rsatdim, IDE'ni ichida ishlatishni boshqani. Mana endi Cloud Code bilan ishlashni ko'ramiz va Cloud Code'ni boshqalardan farqi nimadaligini va nima uchun Cloud Code'ni oxiriga olib qo'yganimizni tushuntirib beraman. Demak, Cloud Code nima? Cloud Code bu Anthropic kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan, xuddi ChatGPT bu anaqadan ishlab chiqilganga o'xshab, OpenAI tomonidan ishlab chiqqanga o'xshab, Cloud Code bu Anthropic kompaniyasida ishlab chiqilgan va bu asosan boshlanishida cloudni kod yuritish uchun ishlatilgan bo'lsa, keyinchalik hozirgi kunlarda bu katta universal agent shaklida ham yetib keldi. Ya'ni hozirgi kunda cloud deganda endi biza umumiy universal ishlaydigan qanaqadir sun'iy intellekt modeli deb qarasak bo'ladi. Chatbotmi yoki API orqali ishlatadi desak ham bo'ladi. Dasturchi ishlatadigan Cloud Code esa uni bitta bo'limi bo'lib qoldi hozirgi kunda va u sun'iy intellektga asoslangan agent dasturi, ya'ni sizlar dastur yozishingizda yordam beradigan agent. Uni web brauzer shaklidagisi ham bor. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri saytni o'ziga kirib turib ishlatishingiz ham mumkin. Yoki terminaldan, VS Code'dan, JetBrains-ni modellaridan, uni tayyor mobil appi bor, mobil appdan yoki Slack'dan va shunga o'xshagan juda ko'p dasturlar bor, dasturlar orqali ham ishlatsanglar bo'ladi. Bu xuddi boshqa AI'larga o'xshab, o'sha savollarni berishingiz mumkin, matnlar yozdirishingiz mumkin, juda ham ko'p imkoniyatlari bor. Masalan, deylik, nimalar bilan ishlaydi desanglar, o'zini rasmiy saytiga kirsanglar, u yerda yozib chiqqan. Birinchisi matnlar bilan ishlashni bilaman deyapti. Yozish, tahrirlash, maqola tayyorlab berish, ssenariy tayyorlab berish, ya'ni uzoq muddat, uzoq fikrlash kerak bo'ladigan narsalarga juda ham qulay qilingan. Ikkinchisi katta hajmdagi hujjatlarni tahlil qilish. Masalan, deylik, Lexusga kirdinglar, u yerda har xil qonunchiliklar chiqqan, to'g'rimi? O'sha qonunchilik bo'yicha bu to'g'rimi, bu noto'g'rimi har xil savollar bersanglar, u butun hujjatlarning ichidan qidirib chiqib sizlarga berishi mumkin. Yoki oddiy misol, mana pravaga o'qiyotganlar bor, haydovchilik guvohnomasi olmoqchi bo'lganlar, haydovchilik guvohnomasining kitobini yuklab olasizlar-da, mana bunaqa holatda men nima qilishim kerak, bu holatda nima qilishim kerak desanglar, sizlarni testlaringizga yordam berish uchun qanaqadir bitta agent bo'lib qoladi. Bundan tashqari dasturchilar uchun yordamchi, ya'ni yo dasturni yozib bera oladi, yo dasturni tahlil qilib bera oladi yoki dasturni yozishga sizlarga reja tuzib bera oladi. Asosan bu Python, JavaScript, C++, HTML, CSS va boshqa tillar bilan yoza oladi. Bilasizlar, hozir ko'p LLM modellar Pythonni birinchi o'ringa qo'yib olgan, chunki sun'iy intellektlar ko'proq Pythonda ishlagani uchun, lekin boshqa tillarga ham kod yozib bera oladi. Masalan, Javada yozmoqchi bo'lsangiz, .NET da yozmoqchi bo'lsangiz ham yoza oladi. Keyin eng yaxshi ko'rgan narsamiz bu buglar. O'sha buglarni topishga yordam beradi. Agar bilsanglar, sizlarga bitta yangilik aytaman, bu Cloudni bitta yangi modeli chiqqan, faqatgina yopiq 50 tagina katta korxonaga berilgan va u shu darajada ishlayaptiki, hozirgi kunda 25 yil, 27 yillab mavjud bo'lgan, lekin hech kim bilmagan buglarni topib berishni boshladi. O'tgan hafta bo'lgan narsa bu Apple kompyuterlarini buzib qo'yishdi. Agar bilgan bo'lsanglar, Apple OS'ini, shunga ham sizlarda hozir operatsion tizimiga agar Apple'da bo'lsa, yangilagin degan yozuv chiqadi. Bundan tashqari sizlarga kodlaringlarni optimallashtirish, to'g'rilash, qanaqadir qadamma-qadam qanaqa qilib buni yaxshilashsanglar bo'ladi, shu kabi ma'lumotlarni ham bera oladi dasturchilar uchun. Undan keyingisi bu dasturchilarga ko'proq kerak bo'ladigan narsa, bu har xil mantiqiy masalalarni yechish, matematik masalalarni yechishlarni qilishingiz kerak bo'ladi. Ana o'sha narsani ham Cloud bilan gaplashib qilsanglar bo'ladi. Chunki matematik masalalar va Cloud uchun juda ham qulay. Oxunjon yozyaptilar, bugun yangilanish kerak deb yozyaptilar. Keyingisi tasvirlanishlarda Vision bor. Vision bu demakki, rasm bersanglar, uni
o'qiy oladi. Uni OCR degan narsani bilasizlar, ya'ni rasmni matnga o'girish imkoniyati bor. Sizlarga u matnda nima borligini tasvirlab bera oladi, har xil grafiklarni, jadvallarni tushira oladi, tahlil qilib bera oladi. Bu degani masalan sizlar Excelda boshqada yozilgan tayyor jadvalinglar bor, qanaqadir grafiklaringlar bor. Shundan olib turib rasm qilib tashlab turib, menga bunaqa tahlil kerak bo'lyapti. Meni korxonamni shu o'sishida moliyaviy ahvoli qanaqa, 3 oydan keyin qanaqa bo'ladi deb tahlil etsanglar, ular sizlarga qilib bera oladi. Shu yerda bitta qiziq narsa aytaman, ayni moliya bo'yicha Microsoftdan keyingi hozir mana bu qo'rqinchli buglarni to'g'rilaydigan Microsoftdan keyingi narsasi bu cloudni bu finance degan bo'lim chiqib kelyapti. Agar cloud finance chiqib keladigan bo'lsa, unda nafaqat dasturchilar, endi moliya sohasida ishlaydigan auditorlar, buxgalterlar yoki umuman moliya sohasidagi odamlar ham sun'iy intellektni o'rganishga majbur bo'lib qoladi. Chunki juda ham ko'p hisob-kitoblarni cloud o'zi qilib beradigan qanaqadir katta sun'iy intellekt ishlab chiqyapti. Bundan tashqari umuman tartibsiz ma'lumotlar bilan ishlash va hokazolarni bajara oladi. Bu narsani keyin ko'p chiqsa bo'ladi. Ya'ni har xil usullari bor. Xo'p, nimadan boshlaymiz? Eng qiziq narsasi cloud code. Afsuski, ayni cloud code bu tekin emas. Uni sotib olishingizga to'g'ri keladi. Va cloud code'ni imkoniyati shunaqa qilinganki, ya'ni narxlari shunaqa shaklda qilinganki, sotganingizdan keyin sizlarga kuniga qanchadir token beradi va o'sha tokenni ishlatib qo'ysanglar, sizlarga vaqt beradi, o'shancha vaqt kutishinglar kerak bo'ladi. Shu sababli ham juda ham hozir ko'p memlar chiqib ketgan, bilasizlar, tokenni tugab qolishi nuqtai nazaridan. Bu boshqa modellarga o'xshab turib, siz mana buncha token ishlatding, endi buncha pul to'laysan demaydi. Aksincha, sen oyiga buncha to'laga palonchagacha token men senga ruxsat beraman deydi, ishlatadi. Agar sizda Prodan boshlab ko'ring ishlatishni, juda ham foydali bo'ladi. Prodan boshlaganingizda hozircha $17 pul to'laysiz. U yerda modellari boshqalar bor. Endi Pro yetmay qolsa, tokenlaringiz yetmay qoladigan bo'lsa, tabiiyki keyingi darajalarga chiqishni boshlaysiz. Zo'r dasturchilar hozirgi kunda nafaqat $100, balki $200 makslarni ham ishlatishmoqda oyiga to'lab. Bir tarafdan qarasangiz bu juda qimmat ko'rinadi, lekin biznes tarafidan qaraydigan bo'lsangiz, bitta dasturchini olib, unga $500,000 oylik berganingizdan ko'ra, dasturchingizni o'ziga $200 oylik $200 ga maksni olib berib turib, uni imkoniyatini kengaytirganingiz ham ancha yaxshi bo'lib qoldi. Va nafaqat dasturchilarga, buni boshqa xodimlarga ham olib bersanglar bo'ladi. Va Team degan corporate varianti bor. Ana o'sha corporate variantida sizlar bir nechta odam ishlash mumkin bo'ladi. Amir totli $200 variantida 4-5 ta developer guruh bo'lib ishlab yurishdi dotlar. To'g'ri, unaqa qilayotganlar ham bor. Faqat qonunchilikni o'qib qo'yinglar, mumkinmi yo'qmi bunaqa narsa. Ya'ni ikki xil qurilmadan bitta narsani ishlatish, to'g'ri, ikkita odam ishlatishi, buni kelishib olasizlar. Xo'p, endi bitta qiziq narsa aytaman. Arena degan bitta platforma bor. Arenani vazifasi bu nima? Bu barcha AI toollarni, AIlarni solishtirishga yordam beradigan sayt bor shunaqa, Arena degan. Arenada hozir ko'radigan bo'lsanglar, Anthropic'ni juda ham ko'p narsalari, juda ham ko'p modellari oldinga o'tgan. Xo'p, Anthropic'ni, ya'ni Google Cloud'ni qanaqa modellari bor? E'tibor berib qarasanglar, Opus, Sonnet, Haiku degan modellari bor. Undan tashqari yana uni eski 4.7 bo'lsa, 4.6larga boshqalarga qaytish imkoniyatlari bor. Ya'ni siz model tanlay olasiz, qaysi agentingiz qaysi modellar bilan ishlashiga. Va eng qiziq narsasi, e'tibor bersanglar, mana hozirgina mana bugun oxirgi 17-mayda bu narsani yengillashgan ekan. Shu bo'yicha qaraydigan bo'lsak, Cloudni Opus 4.5 Thinking modeli hozir birinchi o'rinda turibdi. Undan keyin Opusda 4.7 turibdi. Bir oycha oldin chiqqan. Keyin Opusda 4.6 turibdi. Mana buni bitta oldingi varianti. Undan keyin Opus 4.7 turibdi. Ya'ni hozir e'tibor bersanglar, birinchi to'rttalikni egallab olgan, bu hammasi Cloudni Opus modellari turibdi. Undan keyin bizda Zuckerbergni, ya'ni Facebookni modeli turibdi, Meta. Undan keyin biz sizlar bilan ishlatib ko'rgan Gemini turibdi 6-7 o'rinda. ChatGPT tabiiyki 8-o'rinda. Buni o'zingizlar tekshirib ko'rishingiz mumkin. Bu uchun men sizlarga havolasini qoldirishim mumkin. Arenanikini, Arena deb yozsanglar o'zi chiqib keladi. Mana bu Arena, arena.ai va Arenada sizlar
men hozir ko'rsatganim bu faqat kod bo'yicha edi. Mana hozir ko'rganim ChatGPT 10-o'rinda, keyin Queen turibdi va hokazo. Undan tashqari sizlar faqat kod emas, chat oddiy matn yozish bo'yicha nechinchi o'rinda kim turganligini ko'rsanglar bo'ladi. Soha bo'yicha qilsanglar bo'ladi. Masalan, deylik, kitob yozuvchi, maqola yozuvchilarga qaysi yaxshi desa, aytadiki, mana Opus 4.7.6 lar yoki Gemini 3 Pro 3.1 lar, undan keyin GPT 5.5, 5.4 lar yaxshi degan shaklda beradi. Agar masalan biznes sohasida bo'ladigan bo'lsa, nima qilay desanglar, unga aytadi, unda Opus 4.6 ni ishlatgan, 4.7 ni emas. Yoki GPT 5.5 ishlatgan. 3-o'rinda ChatGPT 5.5 turibdi. Shu shaklda arenani vazifasi bu shaklda tahlil qilib berish. Matematiklar uchun mana Cloud, GPT, Mimo ketyapti, huquq sohasidagilar uchun va hokazo. Undan tashqari sizlarga kerak bo'lishi mumkin, vision kerak bo'lishi mumkin. Bu demak rasmlar bilan ishlash, rasmlar bilan ishlayotganda qaysi modellar yaxshiligi, qaysi tilda ishlashinglar, ingliz tilidami, xitoy tilidami, boshqada. Kreativ diagrammalar bilan ishlayman desanglar, boshqa modellarni qarashinglar mumkin. Internetda izlash bo'yicha qarasanglar, yana boshqa narsa, chunki bu modellar internetga chiqib kelish imkoniyati borligi uchun ularni yoqib bera oladi. Matnni rasmga o'girish, boshqani ham arena tahlil qila oladi va e'tibor bersanglar, bu yerda birinchi o'rinda ChatGPT ning Imaging modeli turibdi, undan keyin Google ning nanobanalari turibdi. Shu shaklda tahlil qila oladigan sayt bu. Xohlasanglar laboratoriyalar bo'yicha, xohlasanglar modellar bo'yicha tahlil qilasizlar. Bizga hozirchalik asosiy qiziq bo'lgani kod bo'lganligi uchun men kodni tanladim. Va laboratoriyalar bo'yicha hozirgi o'rinda Anthropic birinchi o'rinda turibdi, ikkinchisi JLM, bu Xitoyning anaqasi. JLM turibdi. JLM ni ham ko'p tekin versiyalari bor. Kimi, u ham tekin versiyalardan Xitoyniki. Tokenlar tugab qolganda bekor o'tirmaslik uchun shu modelni bilan ham ishlatish mumkin. Undan keyin Meta, Google, OpenAI, Alibabaning Kubini, Xiaomi ning Mimos va hokazo ketadi. Endi esa qaytib kelamiz o'zimizni boyagi prezentatsiyamizga. Hozirchalik savollarga bermay turamiz. Hozir oldin tugatib olsam, keyin savollarga o'tsak yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Chunki amaliy mashg'ulot ham qilib bormoqchimiz. Nasib qilsa o'shani ham qilib boramiz. Xo'p, kod yozishimiz uchun demak bizga hozircha kerak bo'ladigan narsa bu Opus modeli yetarli bo'lib turibdi. Qolgan modellarni hozircha ishlatmay tursak ham bo'ladi. Endi o'rnatish uchun bizda nimalar qilishimiz mumkin? Ko'pchilik o'rganib qolgan qaysidir bitta IDE da ishlatishni, masalan, VS Code ni ko'pchilik yaxshi ko'radi, VS Code ni o'rnata olasizlar. Yoki kimdir to'g'ridan-to'g'ri desktop appni o'rnatishi mumkin. Chunki Cloud desktop appini ham chiqardi, oddiy kompyuterlarga o'rnatadigan, Windowsga, Macga, Linuxga, boshqaga. Websayt orqali ishlatishingiz mumkin. Marhamat, JetBrains qo'llab olsangiz bo'ladi, menga o'xshab. Lekin eng yaxshisi bu albatta sizlar buni terminalda ishlatib ko'ringlar. Chunki CLI modeli bor. CLI degani bu demak, sizlarni kompyuteringizda terminaldan ishga tushib turib ishlaydigan model. Va CLI modelini o'rnatishingiz uchun, masalan, sizda Linux bo'ladigan bo'lsa yoki macOS bo'ladigan bo'lsa, mana quyidagi buyruqni berasizlar. Ya'ni mana bu saytdan install shayni ko'chirib oladi va install shayni ishga tushirib oladi, shunda sizlarda o'rnatib qolinadi. Yoki Windowsda bo'ladigan bo'lsangiz, xuddi shu install shayni faqat PS1 ligini o'rnatishingiz mumkin. Agar PowerShell bilan run qiladigan bo'lsangiz, agar CMD terminal bilan ishga tushiradigan bo'lsangiz, unda CMD degan faylni ko'chirib olib, mana shu buyruqni yozsangiz, sizlarning kompyuterga o'rnatib qoladi. O'rnatib olganingizdan keyin xohlagan papkaga kirib turib, masalan, bitta papka tayyorlab olamiz, ichiga kiramizda, mana shu yerda endi masalan bilan ishlamoqchiman deymizda, kirib turib ichida cloud deb yozsangiz, bo'ldi, ishlaydi. Mana. Kerakli papkaga kirasizlar va cloud deb yozasizlar. Cloud deb yozishingiz bilan chiroyli bitta qisqichbaqani rasmi chiqadi. Assalomu alaykum deydi. Men qisqichbaqaman, men cloudman. Mana cloud kod ishga tushdi. Men xossanda Sonnet degan modelda ishlayapman, va hokazo deb sizlarga gapirishni boshlaydi. Kelinglar shu narsani men sizlarga endi ko'rsatib beray. Buning uchun men sizlarga terminalimni ko'rsataman. Buning uchun hop, terminal sizlarga yaxshi ko'rinishi uchun uni moslab olaman. Agar terminalim ko'rinadi hozir, ko'ringandan keyin okey, hamma ko'rinyaptimi? Ko'rinayotgan bo'lsa bitta like bossanglar, men bilib olaman sizlar ko'rinayotganligini. Rahmat. Mana demak, bu menda terminalimni yoqib oldim va bu terminalda endi
yozaman, cloud deb yozaman. Cloud. Mana. Cloud deb yozaman va enter bosaman. Marhamat, manda welcome back Saydolim. Saydolim xush qaytib kelibsan deyapti. Hozir men senga mana Sonnet Tour 6 modelda ishlayapman sen bilan deyapti. Shu yerda sen bilan gaplashib ishlashimiz mumkin deyapti. Xo'p, bu terminalda ishlashda shunaqa qiziq narsalar borki, juda ham ko'p narsalarni, juda ham ko'p buyruqlarni Cloud Code terminaldan boshlagan, shunga ishlatishni oson qilib qo'ygan. Masalan, slash deb bossanglar, slash degandan keyin juda ham ko'p mana buyruqlarni bergan. Har bitta buyruq qanaqadir bitta vazifani bajaradi va nafaqat bu buyruq, sizlar o'zingizlar buyruq yoza olasizlar. O'zingizlar bunda yana qo'shimcha agentlarni yasab tashlasanglar bo'ladi. Bizda bo'lsa hozir sekin-sekin bu bilan gaplashishni boshlaymiz. Xo'p, masalan deylik, bugun Londonda juda ham havo issiq. Bugun Londonda havo qanday deb so'rab ko'raman. Qandaydirki. Bu to'g'ri bunaqangi mayda-chuyda savollarni cloudga berish juda ham anaqa yaxshi usul emas, chunki bu tokenlarni yeb qo'yishni boshlaydi, boyagi sizlarni kunlik limitinglarni yeb qo'yishi mumkin. Lekin mayli, darsimiz uchun shunaqa qilamiz. Xo'p, ishga tushirgan paytimizda albatta u sizlardan ruxsat so'rashni boshlaydi. O'rtoq, men deydi, mana shu papkaga ishlamoqchiman, shu papkada ishlasam maylimi, ruxsat berasanmi? Men web search qilmoqchiman, internetga borib kelmoqchiman deb, mana shu papkadan foydalangan holatda internetga chiqib ishlamoqchiman. Siz aytasiz, ha deysiz yoki mayli, ha, hech qachon mendan boshqa bu papkada ishlayotganingda so'ramagin, bilib ishingni qilgin deyishingiz mumkin yoki har bitta qilayotgan ishingda so'rab turgin deyishingiz mumkin yoki internetga chiqmagin, senga mumkin emas deyishingiz mumkin. Hozircha menda demak bu atinglar bu papkamni mana ko'rib turibsizlar. Ustekni bugungi Cloud Code'da birinchi darsi, aslida 6-darsimiz, lekin Cloud Code'ning birinchisi bo'lgani uchun shu papkaga turibdi. Ochganman. Shu papkada ishga tushiramiz. Yes. Qani ishlasin nimadirkin bizda. Huquqqa juda ham e'tibor beringlar. Tokenlaringlarni ko'rib qo'ymasin. Sizlarni production kodlaringlarni boshqa narsalarni qarab qo'ymasin. Xo'p. O'shanga har safar yes no deyotgan paytlarda e'tibor berib qaranglar. Demak, bugun 22 may, Londondagi havo qanaqa deb so'raganimda aytibdi. Harorat bugun 28-31 gradus deyapti. Toshkentning havosi bilan hisoblaganda bunga 10 qo'shasizlar. Demak, bu hozir bu yerda 38 gradusga yaqin bo'lyapti. Haqiqatdan shunaqa. Minimal bugun kech payt 14 gradus bo'ladi deyapti. Bu ancha yaxshi havo. Kun tongda yomg'ir bo'ladi deyapti. Bulut tarqab deydi, kun quyoshli va issiq bo'ladi deyapti. Xo'p. Shamol yengil shamol bo'ladi deyapti, hokazo mana ma'lumotlarni internetdan o'zi olib kelib, mana sizlarga tahlil qilib berdi. Ya'ni bu nima degani? Bu deganiki, sizlar endi o'zingizlar internetga borib bunga fayllarni olib kelib o'tirmaysizlar. Bu bilan to'g'ri gaplasha olsanglar, sizlarga o'sha aytgan narsalarni qilib bera oladi. Xo'p, mayli, cloudni boshlab oldik. Endi bo'lsa, kelinglar prezentatsiyamizga qaytaylik-da, keyin nima qilmoqchiligimizni davom etsak. Xo'p, cloudni ishga tushirib oldik. Cloud bilan gaplashib ko'rdik, ishlayapti. Davom etamiz. Endi nima ish qilishimiz kerak cloud bilan ishlayotgan paytimizda? Biz dasturchi bo'lib, dastur yozmoqchimiz, to'g'rimi? Demak, terminalda biz savol berishimiz mumkin. Kod yozdirsa bo'ladi. Yozgan kodimizni to'g'rilatsa bo'ladi. Gitga yuklatsa bo'ladi. Bu hozir bilasizlar, bu norma. Gitni foydalanish bilmagan dasturchini o'zaro dasturchi hisoblashmaydi hozirgi kunda. Hatto junior ham hisoblashmaydi, o'shanga gitni o'rganamiz. Gitni boshqarishni ham bu o'zi biladi. Commit qilgan, commit paytida o'zing izohlar yozib, nimalarni o'zgartirganimni izohlarga yozib qo'ygan. Keyin u commitni PR qilib menga tashlashga ruxsat berib qo'ygan. Kod reviewni palonchiga aytgan, o'sha qilib bersin degan gapni yozsanglar, oddiy gap ingliz tilida, o'zbek tilida, u nima qiladi? O'sha PR, o'sha gitni buyruqlarini o'zi bajarib chiqadi. Va tabiiyki xatolarni to'g'rilash. Kimdir masalan gitda yukladi, siz kod review qilyapsiz, kirasizda, menga qaragin, Abdusamad yuborgan PR-ni qaraganda, kod yuboribdi menga, merjga. Bitta tahlil qilib berchi, validatsiyani qilganmi, parollarni hard coding qilmaganmi, uni qilgan, buni qilgan so'rab chiqishni boshlaysizlar, taqillatib sizlarga aytib beradi. Ha, men bitta xato qilib qo'yibdi, men butun zo'r qilibdi, hokazo. Va hattoki sizlar aytayotgan har bitta gaplaringlarni masalan hard code qilmadimi, validatsiyani to'g'ri qildimi, email validatsiyasi bormi, parol validatsiyasi bormi deb turib har bitta gapinglarni alohida skilllarga solib qo'ysanglar, mendagi papkamdagi mana bu skilllarni hammasini bitta rank qilib olgin desanglar, taqillatib sizlarga hamma skillaringlarni ishga tushirib berib, tekshirib chiqib sizlarga izoh bera oladi. Ya'niki dasturlash jarayonida qilinishi mumkin bo'lgan deyarli hamma ishni qilib bera oladi.
sifati masalasida man hozircha to'xtalayotganim yo'q. Man sizlarga aytmoqchi bo'lganim, qilish mumkinmi deganda ha demoqchiman. Xo'p. Keling, sizlar bilan endi bitta kod yozamiz. Shuncha gapirdik, 20 ta shu. Endi kod yozsak. Bitta loyiha qilib ko'rmoqchiman, agar qarshilik bo'lmasa. Hozircha menga bitta veb-sayt kerak. Masalan, biznesmenman, tasavvur qiling, biznesmen odamga bitta sayt kerak. U nima qiladi? $20 sayt yasash biznesmen uchun bu zo'r, to'g'rimi? Keyin sizlarga bittasi aytdi, amakilar, tog'aylar yoki amma xolalar aytishdiki, mana biznesim bor, menga sayt yasab ber deyishdi. Sizlar oldinglar uni ishga tushirmoqchisizlar, sayt yasab bermoqchisizlar. Okey, xo'p, nimada yasamoqchisizlar? Dasturlashni hozircha endi boshlaganlar uchun HTML, CSS, JavaScript, yaxshiroq biladiganlar uchun tabiiyki Node.js'ni olamiz yoki yana boshqasini olib ishlatsa bo'ladi. Mavzu masalan deylik, kitoblar bor. Kitoblar ko'rgazmasi o'tkazishmoqchi, o'shanga kitob sayt yasashimiz kerak. Nima qilamiz? Men hozir tayyorgarlik ko'rib qo'ygan narsam bu. Ko'rsatib beraman sizlarga nima narsaga tayyorgarlik ko'rganimni. Xo'p. Demak, men oldin internetda, Telegram kanallarda tabiiyki juda ham ko'p kitob do'konlarini kanallari bor. 3 xil kitob do'konidan mana bunaqa kitoblarni rasmlarini olib keldim. Hammasi har xil. Mana qaysidir qiyshiq qo'yilgan, qaysidir tikka qo'yilgan, qaysidir o'ngga qiyshiqtirilgan va hokazo. Qaysilardir umuman kitobga o'xshamaydi, открытkaga o'xshaydi va hokazo. Keyin shu kitoblarni ishlatib, men bitta kitob do'kon saytini yasayman. Xo'p, endi men nimani ko'rsatmoqchi edim sizlarga? Tabiiyki, terminaldan okey, terminalni ko'rsatamiz. Mana. Terminalimda men boyagi terminaldan chiqib turaman-da, sizlarga bitta ko'rsatib beradigan narsam, bu yerda nima bor? Bu yerda hech nima yo'q, faqatgina bitta readme faylim turibdi xolos. Readme fayl boya ko'rsatganimdek bo'sh. Boyagi kitoblarimni papkasini olaman-da va uni anaqaga tashlab qo'yaman. Hozirgi loyihamiz ichiga tashlayman. Men operator tizimda qo'yganligim uchun sizlarga ko'rsatmoqchi emasman. Xavfsizlik nuqtai nazaridan mana marhamat, kitob degan bitta papka yasaldi va kitob degan papkaning ichida mana bunaqa kitoblar rasmlari bor. Okay? Endi cloudga kiramiz. Mana. Sizlar bilan nima qilgan edik? Biza o'zbek tilida gaplashishni boshlagandik cloud bilan, shu sababli kelinglar cloud bilan o'zbek tilida gaplashamiz. Cloudda ikkita rejimi bor. Agar shift tabni bossanglar, ikkita rejim ishga tushishni boshlaydi. Bittasi bu accept on edits, ya'ni o'zgartirish paytida qabul qilgin. Ikkinchisi bo'lsa plan mode, rejalashtirgan modi. Rejalashtirish paytida u siz bilan gaplashadi, lekin hech narsani yasamaydi, hech narsa tuzmaydi. U faqatgina reja tuzadi. Kelinglar hozir cloud kod bilan reja tuzib ko'ramiz. Okay? Yozamiz. Men kitoblar ko'rgazmasi uchun veb-sayt yasamoqchiman. Veb-sayt uchun HTML, CSS, JavaScriptdan foydalanish kerak. Menga sayt ham lokalda, ham serverda ishlashi uchun qulay bo'lishi kerak. Okay? Endi uni men bunaqa yozishim kerak mana. Farqi yo'q ekan. Qulay bo'lishi kerak. Aytamiz, kitob papkasida men 10 ta kitob rasmlarini yuklab qo'ydim. Shu kitob fayllaridan foydalanib bir sahifalik veb-sayt yasab ber. Shuni rejasini tuz, keyin sayt yasaymiz. Mana plan moddaman. Mana shu gapimni yozdim. Ko'rdinglar, prompt unaqangi kuchli emas. Oddiy prompt yozdim. Oddiy o'zbekcha tilda yozdim. Qani ishlatib ko'ramiz, qanaqa shaklda bizga reja tuzib beradi. Ishga tushayotgan paytida shunaqa narsalari borki,
bu sizlardan ba'zi bir narsalarni so'rashi mumkin. Masalan, mana hozir oldida men unga kitob degan papkada bor deganim uchun kitob degan papkamni qidirib chiqib, ha, mana bunaqa nomdagi fayllar bor ekan dedi. Mana. Va u orada tushunmagan narsalarni savollab berishi mumkin. Mana hozir juda yaxshi 10 ta rasm bor. Birinchisi bu katta harf bilan, qolganlari kichkina harf bilan yozilgan. Endi reja tuzaman. Bo'ldi, reja tuzishni boshladi. Aytishingiz mumkin, reja tuzayotgan paytingda tushunmagan bo'lsang, mendan so'ragin, men senga javob beraman desanglar, javob berib ketaveradi. Keyingisi, sizlarda shunaqa bo'lishi mumkinki, bir nechta vazifalarni ketma-ketligini tuzib qo'ygansizlar, sizlar bunga hamma buyruqlarni berib chiqmoqchisizlar-da, borib choy damlagani ketmoqchisizlar. Shu payt nima qilasizlar? Mana hozir men bitta buyruq berdimda, kutib o'tiribman, to'g'rimi? Mana shunaqa kutib o'tirmaslik uchun keyingisini tagidan yozib ketaversanglar bo'ladi. Yozib ketaverasizlar, hammasini yozib olib ketasizlar, borib choy ichib kelguncha, choylarni tayyorlab kelguningizcha bu sizlar aytgan birinchi ishni bajarib bo'lgan bo'lsa, keyingisiga o'tadi, uni bajarib bo'lgan bo'lsa, keyingisiga o'tadi va bajarib chiqadi. Xo'p, tayyor. Here is the Cloud Codes plan. Endi menda inglizcha yozyapti, xo'p bo'lmaysizlar. Demak, foydalanuvchi kitoblar ko'rgazmasi uchun bitta sahifalik single page veb-sayt yasamoqchi. Bu hozir bilasizlarmi nima qilyapti? Bu AI uchun sun'iy intellektga beriladigan prompt tayyorlab berdi, katta qilib. Kitob papkasida 10 ta kitob rasmi mavjud. Sayt ham lokalda, fayl sifatida ham serverda to'g'ri ishlashi kerak. Fayl strukturasi, demak, men hozir Cloud Code dars 1 degan papkani ichida turibman. Index.html asosiy HTML sahifa bo'lsin deyapti. CSS degan papkani ichida style CSS degan fayl qilganda deyapti. Barcha dizayn fayllar shu yoqqa qo'yib qo'ygan deyapti. JS ni ichida bo'lsa deyapti, script.js deganni qilganda interaktiv model hamma narsalar shuning ichida bo'lsin deyapti. Va mavjud papka mana manba deyapti. Endi sahifa bo'limlari, demak, header shapkasida nima bo'ladi? Logo bo'lsin deyapti. Kitoblar ko'rgazmasi degan yozuv bilan. Navigatsiyada bosh sahifa, kitoblar biz haqimizda degan narsa bo'lsin deyapti. Sticky, qotib turadigan narsa, bu demak scroll ishlasin deyapti. Mana talablarni yozib berdi header uchun, shapkasi uchun bitta yozib berdi. Hero section o'rtadagi katta qismda nima deyapti? Katta salloha, eng sara kitoblar. O'zi o'ylab topdi, men bunaqa so'z gapirganim yo'q, ko'rasizlar. Qisqa tavsif ma'nosi, ya'ni qisqagina ma'no ham qo'shib berdi. Kitoblarni ko'rish tugmasi, bitta alohida tugma qo'yib beryapti. Bilasizlar, Hero sectionda rasmcha bo'ladi, bitta zo'r slogan bo'ladi. Keyin tagida ozgina izoh bo'ladi, tugma bo'ladi. Чтоб odamlarni jalb qilib o'shani bosib o'tkazib yuborish uchun. Ya'ni buni aytyapti. Kitoblarni ko'rish degan tugmasi orqali jalb qilib, kitoblar bo'limiga o'tkazib yuboramiz deyapti. Va qanaqadir gradient background deyapti. Gradient degani qanaqadir fonda o'zgaradiganlik. Rang oqib o'tadiganlik. Agar biror narsa yoqmasa, aytsanglar bo'lasizlar. Gradient background emas, menga bunaqa narsa qilib ber. Masalan, mana bu yerda bunaqa narsa qilib ber deb aytsanglar bo'ladi. Search and filter panel, qidirish. Qidiruv inputi kitob nomi yoki muallifi bo'yicha. Kitob nomini yoki muallifini kiritganimizda topsin deyapti. Kategoriyalarni hammasi badiiy, ilmiy, tarix, falsafa. Mana bunaqa shaklda kategoriyalar qilgan deyapti. Real time filter JavaScript o'zida qilgan deyapti. Internetga borib kelish, serverga borib kelish emas, oddiy JavaScript o'zida ishini qilib bergan deyapti. Bu biz uchun ma'qul, to'g'rimi? Books Gallery, boyagi kitoblarni galereyasi deyapti. Asosiy bo'lim bu yerda CSS da grid shaklda qildi deyapti. Responsive, mobilda bitta ustunlik bo'lsin deyapti. Planshetda ikkita ustunlik bo'lsin deyapti. Desktop veb-saytlarda 4 ta ustunlik bo'lsin deyapti. Mana bu eng best practicelardan foydalangan holatda, eng ko'p ishlatiladigan yaxshi usullardan foydalangan holatda kelib chiqib bu talabni yozdi. Endi har bitta kitobni alohida deyapti. Har bir kitob kartasi qanaqa bo'ladi deyapti. Rasmi, nomi, muallifi, kategoriyasi, batafsil tugmasi deyapti. Ustiga olib borganda animatsiya bo'lsin deyapti. Bunda takoy kattalashsin deyapti, soyali bo'lsin deb prompt yozyapti. Davom etamiz. Model oyna kitob kartasini bosganda ochilar ekan, model oyna katta rasm bo'lib turar ekan. To'liq ma'lumot, nomi, muallifi, yili, kategoriyasi, tavsifi yozilgan bo'lishi kerak deyapti. Yopish tugmasi bo'lishi kerak. Model eng yomon narsasi shu, to'g'rimi? Yopish tugmasi bo'lmay qolishi. Yopish qo'ygan deyapti va hammasini CSS da boshqardi deyapti. Va footerimizda deyapti, copyright matnini yozasan deyapti mana. Endi kitob ma'lumotlari, mana kitob ma'lumotlarini aniq shaklda tayyorlaysan deyapti. Ko'rasizmi? 01 kitob, bu o'tgan kunlar Abdulla Qodiriyniki, badiiy kitob 1925-yilda yozilgan va hokazo. Sariq devni meni Xudoybek To'xtaboyevniki 1973-yilda yozilgan, bu badiiy kitob va hokazo. Talablar lokal ishlash kerak, faqat relativ paslar, ya'ni bir-biriga ulash uchun relativ paslar degan narsani
ko'pchilik dasturchilar yangi boshlaganda his qilmaydida. Hamma yoki qotirib qo'yilgan qiladi yoki bir-biriga bog'lanmaganligini qilishga his qilmaydi. Mana shuni alohida ko'rsatyapti. Voy deydi, sen buni serverga qo'yganda lokalda ishlashi uchun paslar bir xil bo'lishi kerak deyapti. Chunki CNC yo tashqari bo'ladigan narsa yo'q deyapti. Faqat CSS, JavaScript, HTML dan foydalangan deyapti. Backend kerak emas deb qarang, katta harflar bilan yozib qo'yibdi. O'rtoq backend yasab o'tirmagan. Ya'ni npmlarda, Node.js'larda, Pythonda, Javada sayt yasab yurmagan deyapti. Responsive bo'lsin deyapti. Bu degani mobilniyda, planshetda, boshqada ishlashi kerak deyapti. Animatsiya bo'lsin, fontlari qanaqa bo'lishi, Googledan boshqadan olgan deyapti, rasmlarni qayerdan olishi. Xo'p, qaysi fayllarni yaratish kerakligi? Tekshiruv verification, brauzerda mana bu bilan tekshirasan deyapti. Qaranglar-da, bizda ko'pchilik tekshiruvga e'tibor bermaydi. Sayt yasaldim bo'ldi, oladi, keyin tekshirish boshlaydi. Yo'q. Sizlar buni o'ziga test qildirsangiz bo'ladi. Quvani o'ziga qildirsa bo'ladi. Brauzerdan buni ochasan deyapti, barcha 10 ta rasm ko'rinishi kerak deyapti, qidiruv ishlash kerak deyapti, model okno ishlash kerak deyapti, mobil ilovalar ko'rinishi kerak deyapti. Hop, endi nima qilaylik deb mana savol berdi menga. Cloud Hot has written a plan and it's ready to execute. Mana rejani yozib oldim. Endi nima qilay degan savol turibdi, to'g'rimi? Birinchisi hamma editlanishga tushiraman. Ikkinchisi bitta etib turaman. Uchinchisi buni webda ham o'zing qilib ishlatgin degani, lekin menga hozir 4-chi qismi kerak. Nimaga bilasizmi? E'tibor bersanglar, mana bu yerda reja yozgan paytimizda biz haqimizda degan narsa yozdi-da. Lekin pastda biz haqimizda ma'lumotni ko'rganim yo'q. Keling, bundoq qilamiz. Rejani tuzat. Demak, biz haqimizda qismida ko'rgazmani Ustek UK jamoasi Toshkentda o'tkazayotganini bildir. Ko'rgazma sanasi, masalan deylik, bu 22-may 2026-yil. Murojaat uchun masalan info Ustek UK. Keyingisi menga yoqmagan keyingi narsa gradient background degan. Mana bu ham yoqmadi. Davom etamiz. Aytamizki yana deymiz, ikkinchisi deymiz. Gradient background uchun kitoblar qatnashgan rasm yasasin deymiz. Bilmadim, yasoliydim yo'q, lekin sinab ko'raylik. Uchinchisi site dizayni modern kreativ bo'lishi kerak. Mana qarang. Rejani bitta yozib olgandan keyin to'xtab qolmaylik. Bo'ldi, reja yozildi, tugadi, endi mana shuni o'zini qilib berar ekan demaylik. Rejani sizlar xohlagan payt tahrirlashingiz mumkin. Xohlagan payt to'xta, buni bunda to'g'irlagin deb to'g'irlattirsanglar bo'ladi. Chunki u bittada har doim ham yaxshi yozib bera olmaydi. Mana ko'ramiz rejani qanaqa qiladi. Savollar bo'lsa, hozircha aytib tursanglar deb o'ylab olguncha. Assalomu alaykum. Savol. Plan tuzilgandan keyin modelni o'zgartirish kerakmi yo mana shu opus o'zida implementation ham to'g'risi bo'laveradimi? Xarajat ko'payib ketmaydimi? Modelni o'zgartirish kerak, chunki thinking modelni ishlatayotgan paytingizda boshqa, reja yaxshiroq chiqadi, kodingda boshqa yaxshiroq chiqadi. Даже opusni o'zida ham 4.6 bilan 4.7 ni solishtirsangiz, rejalashtirish uchun 4.6 yaxshi ishlaydi, kod yozish uchun 4.7 yaxshi ishlaydi. Shu sababli ishga tushirayotgan paytingizda modelni almashtirsangiz yaxshi. Hozircha men bitta modelni o'zida ko'rsatib bermoqchiman, chunki standart hozir kimdir o'rnatib ishlatib ko'rishi uchun qilmoqchiman. Keyingilarida biz modelni almashtirish variantini ham keyin bir qarab chiqamiz. Rahmat savolingizga. Xo'p, ana endi rejani bitta yana qarab chiqaylik. Mana boyiga 10 ta fayl, veb-sayt yasash kerakligi, headerdan boyiga background toptashabdi. Yana bitta narsani ko'rsatib bermoqchi edim, mana ham joyda. O'zgartirishni boshlashi bilan u nima qiladi? U
qizil bilan obtashalingan qismini, yashil bilan qo'shilgan joylarni ko'rsatadi. Ya'ni aytadiki, rejaga deyapti, bitta qator obtashadim, ikki qator qo'shdim deyapti. Gradient background obtashadim deyapti, background CSSni alohida bo'lim qilib qo'shdim deyapti. Footerda copyright matni bilan sayt nomi degan narsa bor edi, uni obtashadim deyapti. Biz haqqimizda degan bo'limni qo'shib palon-palondan yozdim, footerga bo'lsa unaqa narsa yozdirdim deb mana qo'shtirib chiqdi. Animatsiya bo'limida soft CSS transition deyilgan edi. Ya'ni o'sha aytayaptiki, CSS transition plus JS scroll reveal plus floating kitob muqovalar hero'da degan qo'shimchani qo'ydi. O'zgartirishlarni hammasini alohida ko'rsatib chiqdi. Undan tashqari dizayn yo'nalishi modern and creative degan yozuvni ham mana qo'yib berdi bizga. Xo'p. Demak, rejamiz o'zgardi. Mana fayllarimiz hero sectionimizda mana background qismini o'zgartirdi hero sectionda, dizayn uslubini o'zgartirdi. Xo'p, davom etamiz. Endi nima o'zgardi? Biz haqqimizda mana ko'rgazmani Ustek jamoasi tashkil qilyapti. Toshkent, O'zbekistonda 22-mayda murojaat uchun palonchiga murojaat qilsanglar bo'ladi deb turib tayyorladi. Footerda mana veb saytlarning footerida bo'ladi-yu, Ustek bunaqa ko'rgazma deb yozdi. Mana hamma narsani tayyorlab bo'ldi. O'ylaymanki tayyorlab bo'ldi. Ana endi so'rayapti, nima qilay, ishga tushiraymi yo'qmi deyapti. Shanba savol berdilar. Ishga tushirishimizdan oldin savol bermoqchilar shekilli. O'ylashga alohida, kod yozishga alohida qilinadi. To'g'ri. Ko'pincha san'at bilan tanishiladi. Opus bilan yozish kiradi. Rahmat O'shanbek. Amaliyotda sinab ko'rganlar shunaqa izoh yozib tursanglar, xursand bo'lamiz. Xo'p, demak, hozir men hozircha modelni almashtirmayman hech kimni chalg'itmaslik uchun va sayt yasatib ko'raman, chunki sayt oddiy HTML da qilyapti. Va hozir men manual bitta ruxsat berish o'rniga After Editga ruxsat beraman. Ketdik. Bismillah. Tegida mana hozir o'zgardi. Accept edits on degan rejim bo'limga o'tib qoldi. Men shift tab bosmasam ham o'zi avtomatik va ishlashni boshladi. Bu chekida mana qancha token ketayotganliklarini hammasini ko'rib tursanglar bo'ladi. Qancha vaqt bajarilganligini, hokazo. Pro versiyada tokenlar sonini so'rashibdi. Tokenlar sonini men to'g'risi bilmayman, chunki o'zgaruvchan. Kuniga limit bor, oyiga limit bor. Uni anaqasiga kirib turib, o'sha akkauntingizga kirib turib qarasangiz bo'ladi. Pro versiya kuchli dasturchilar uchun anaqa yetarli emas. Men o'zim kam dastur yozganligim uchun, hozir kam kod yozganim uchun menga pro yetarli bo'lyapti, lekin yaxshi dasturchilarga 100 talik уже talab qilinib qoldi. O'shanga proda shunaqa. Yana bitta narsa, bu Cloud Design degan modeli chiqqan, Cloud Design. Cloud Design ishlatadigan bo'lsanglar, u yerda tokenlar ko'proq ketadi. Bitta dizaynni yasab berishingiz uchun sizlarga pro yetmay qoladi. Bitta dizayn bitta bo'lagini yasaydi, shu bilan bir kunlik ployida tokenlar soni tugab qoladi. Shu sababli dizayn qiladigan odamlar uchun pro yetarli emas, max ko'chishiga to'g'ri keladi. Maxi borlar ham, chunki 3-4 marta dizayn chizdirgandan keyin bir kun ichida dam olishga to'g'ri kelyapti. Bunaqaga bir kunga. Xo'p, Amirga aytayaptilar, Cloud Designda $100 ham bir xil berilyapti deyaptilar, Maxda ham deyaptilar. Roshanbekga $200 dizayn yetmayotgan ekan. Hammani nima beryapti? Hammaga bir xil nima beryapti? Masalan, $100likmi? $100likka ham 10 ta tokenmi? 10 marta o'zining limiti bor. Undan yo'q dizayn uchun. Dizayn uchun, to'g'rimi? Bir hafta kutasiz keyin. Bir hafta, bir kun emas, to'g'rimi? Bir hafta kutdim men. Oxirgi marta. Tushunarli. Menimcha hali testiy rejimda. Shunaqa bo'lsa kerak. Endi bitta yo'li bor, masalan, cloud tugatayotganimizda bir ko'rsatib beraman, lokalniy modellar bilan ishlash variantini. Balki o'shunaqa modelga o'tgan paytimizda lokalniy modellar bilan dizaynerlarimizga sal yengilroq bo'ladi. Mana serverga qo'yib turib, server sotib olib yoki kompyuter sotib olib ishlatsa, balki osonroq bo'ladi ularga. Ko'ramiz. Xo'p, yana birorta savollar bo'lsa, yetib turasizlar hozirchalik. Bizani bundan tugab olguncha.
Bugunchalik hozir saytimizni yasab tugatib olsak, ko'rib olsak, bu juda ham foydali bo'ladi. O'shanda bitta savol bor demasdan, savolni o'zini yozganingiz yaxshi, chunki bitta savol bor deganini o'qishga ham o'shancha vaqt ketadi, savolingizni o'qishga ham. Men o'ylaganimdan ko'ra ko'proq vaqt olyapti. Ha, bitta qiziq narsa bor, bitta tip yetyapti. By the way degan narsasi bor. Agar sizlar by the way deb turib savol bersanglar, tepada ish bajarilib turgan paytda ham bu yerda sizlar u bilan gaplashsanglar bo'ladi. Masalan deylik, hop, kod yozish uchun qaysi model ishlatganim yaxshiroq deylik, masalan, tepadagi ishlab turadi, tagidagini javobini beradi. Tepadagi ketib qoldi haqqadir. Parallelni ikkita uchta narsani bajara oladi. Mana aytib beryapti, demak, Opus Toro 7 deyapti, eng yaxshi tanlov murakkab darslar uchun deyapti. Opus Toro 6 hozir mana ishlab turganligi kundalik kodlash uchun deyapti. Opus Toro 5 juda oddiy deyapti, bu tez vazifalar uchun deyapti. Kichkina snipperlar, sintaksdan to'g'irlash, boshqa narsalar uchun deyapti. Hop, tepadagi kodim menimcha hali ham ishlayapti, to'g'rimi? Tugab bo'ldimi tepadagi? Ha, tugamadi. Bu by the way ishlash prinsipida. Ha, san'atdami? San'atda aytib bermadi bu. Ops. Hop. Mana index HTMLni yasadim deyapti. Endi bu menimcha testlashga kelishni boshladi. Okay, ruxsat berasizmi open qilishimga deyapti. Xo'p, ruxsat beraman. Wow. Tak, akalar, endi men sizlarga buni ko'rsatmasam bo'lmaydi. Maqsadimiz shu edi o'zi. Brauzerda veb saytimiz ochildi. Tabriklayman hammani. Mana hali $20 ham ish qilganimiz yo'q. Xo'p, endi keyin tekshirib ko'ramiz. Kitoblar ko'rgazmasi yozuvi turibdi, logotipimiz. Bosh sahifa turibdi, kitoblar bo'limi biz haqimizda turibdi. Ustiga borsa chiziqchalar ishlayapti. Eng sara kitoblar, o'zbek adabiyoti durdonalarini bir joyda bilim, ilhom va kashfiyotlar dunyosiga xush kelibsiz. Kitoblarni ko'rish ustak taqdim etadi. Xo'p, ma'lum bo'lsa mana scroll qilish, to'g'rimi? Scroll qilib ko'ramiz. Ishlayapti scroll. Kitoblarni ko'rish bosib ko'raman. Mana kitoblar ko'rgazmasi, mana boyagi kitoblarimizning rasmlari turibdi. Ularni tahrirlamagan, lekin tagida negadir ham nomlarini o'zinikini qo'ymabdi. Mayli, biz uni buyruq bermaganmiz shekilli. Lekin tagiga yozib berdi mana o'tgan kunlar, savdini minib, hokazo hammasini janrlari bo'yicha qo'yib chiqdi boyagi 10 ta kitobimizni. Mana badiyni bossam, mana badiiy kitoblar, ilmiyni bossam, ilmiy kitoblar, tarixni bossam, hokazo mana chiqib kelishni boshladi. Va bu yerda masalan deylik, bola deb yozaylik. Mana bola desam, mana shu bolani chiqib keldi masalan. Ya'ni saytimiz ishlayapti. Tamom emas. Xo'p, birortasini batafsilni bosadigan bo'lsam, mana model oyna chiqdi. O'tgan kunlar, Abdulla Qodiriyniki, yil, sahifa va hokazo izohi mana. Mana buni bossam yopiladi. Davom etamiz. Tagida tashkilotchi mana Ustak texnologiya va madaniyatni birlashtirgan innovatsion jamoa. Biz bu ko'rgazma orqali O'zbekiston kitobxonlariga eng sara asarlarni taqdim etamiz. 22-may Toshkent, murojaat uchun info, mana logolar qo'yib qo'yibdi qattandir yasab. Marhamat. Ma'qulmi?
Endi buni xohlagancha o'zgartirish mumkin bo'ladi. Boshqa kodi tayyor turganligi uchun, ya'ni birinchi yaqinlashib olishimiz shu shaklda edi. Xo'p, men fayllarni ko'rsata olarmikinman buni? Xo'p, boyagi joyimizga qaytib kelaylik. Bizani kodimizga. Va bu yerda nima dedi bu? Mana fayl strukturasini qilib berib, mana navigation barda nimalar borligi, hero'da nima kitoblar borligi, mana hammasini yozib chiqdi. Dizayn qanaqa bo'lganligi va hokazolar. Ya'ni tayyor bizga tushuntirib berdi. Mana fayllarimizni berdi. Bu hozir menda Gitda installyatsiya qilgan edim. Balki Gitni ham qilsak ishlasa kerak. Tekshirib ko'rsak bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p, endi bu kodni Gitga yukla. Yangi shoh deymizmi birinchini? Birinchi deb qo'yaylik. Och, yangi nomini ham bunaqa yozamiz. Masalan, bugun 26.05.22 nomli shoh och qilingan ishlarni commit xabariga yoz. Hop, Gitga yuklashni ham tekshirib ko'raylik. Eplay oladimi yo'qmi? Men Gitdan ehtiyot bo'lib foydalanaman. AIlarga unchalik hatto ishonmayman. Shuni tekshirib ko'ramiz hozir. Hop, mana aytyapti, Git checkout qilaman deyapti. Men birinchini ochmoqchi. Mana yangi birinchi yasayapti. Okey, qil. Hop, Git checkout qildi. Endi mana men deyapti, men fayllarni deyapti va papkalarni Gitga qo'shmoqchiman deyapti. Rozimisan? Okey, qo'sh. Bitta-bitta aytib turibman, hammasini qilib tashlasam ko'rmay qolamiz nima qilganini, shunaqa bo'lmasligi uchun. Xo'p. Tokenni ko'paydi bu narsa, mayli. Ana endi mana qaranglar nima qilyapti bu. Git commit qilyapti-da. Commitga mana qaranglar, hamma qilgan ishlaringlarni yozib chiqdi. Mana, maylimi deyapti. Xo'p, mayli deymiz. Ya'ni Gitda commitiga juda qulay narsa. Commitda izohlarni yozib ber desanglar yoki nimalar, qaysi faylda o'zgarganlarini, nima uchun o'zgarganlarini tushuntirib ber desanglar, aytib beradi. Mana git push. Git pushga okey deymiz. Haqqadir push qildi. Hozir qilamiz, ko'ramiz nima bo'lganini. Xo'p, muvaffaqiyatli dedi. Endi git checkout qildim, git add qildim, git push qildim. Agar xohlasangiz GitHubdan pull request ham yozib berishim mumkin deyapti. Ya'ni olib buni endi senior dasturchiga kod review qilishga jo'natib yuborishim mumkin. Okey, xohlasangiz deb aytyapti. Va endi men sizlarga uni isbotini ko'rsatishim kerak, to'g'rimi? Marhamat. Mana Cloud Code dars 1 degan loyiha ochgandim. Ichi bo'sh edi. Mana bu ko'rasizlar, nima chiqdi? SD 26.05.22 degan narsa hozir 2 sekund oldin push qilindi deyapti. Ichini ko'raylikchi, nima ekan? Ichiga kirib ko'ramiz. Mana CSS, JS, anaqa kitob fayllari va hokazo. Kitob fayllar o'zi ham bormi, tekshiramiz. Bor, mana hammasi. Ko'rdinglarmi? Marhamat. Ya'ni Git bilan ishlashinglarni ham hammasini to'g'rilab qilib berdi mana. Endi uni comparing pull request yasab qo'ysanglar bo'ladi, lekin kelinglar buni o'ziga ham etsanglar bo'ladi bu narsani. Mana demak, agar xohlasangiz GitHubga pull request ochishim mumkin. Ha deb ko'raylik. Qisqa gapirib ko'raylik. Tokenlarni ko'p gap qo'yadi, o'shanga ko'pincha byuroni qo'lda berganingiz tezroq bo'ladi, arzonroq bo'ladi. Biz ham hozir ko'rsatmoqchimiz. Mana nima qilyapti bu endi? Yangi PR ochyapti, qizig'i GH bilan ochyapti, sallohasi palonchi mana ketdi. Mana test case'da nimalarni tekshirish kerakliklarini hammasini qildi. Tekshirib ko'ramiz. GH ishlarmikin? GH ishlamadi. Xo'p, GH ishlamadi, GitHubning o'zini to'liq ishlamadi. Endi bu nima qiladi? Endi menimcha bu o'zgartiradi buyruqni Gitning o'ziniki bilan ishlashga. Xo'p. Aytayotki, uzr deyapti. GH ni CLI o'rnatilmagan, command line ishlaydigan o'rnatilmagan. Shu sababli men qila olmayman deyapti. Okey, o'zingiz borib shunday boshqa knopkani bosib oling deyapti. Create pull request shunday bosib oling deyapti. Bu deganiki, menga hozir bu bola mana Mamatdagi
mana bu tugmani bosishimni so'rayapti, ko'rsam. Ya'ni menga o'sha ko'rsatma beryapti. Ya'ni o'xshata olmadi, eplolmadi. Endi bunaqa qilsangiz bo'ladi deb ko'rsatib beryapti. Xo'p, bu Cloud Code'ni ko'rsatib bermoqchi bo'lgan narsamiz edi. Endi ijozatinglar bilan prezentatsiyamga qaytsam-da. Prezentatsiyada yana nimadir bor edi-ku. Va keyingi qadamda nimalar qilinishi kerakligini aytib bersam. Demak, Cloud Code'da hozir biz qilgan narsamizni biz bir xil narsalarni to'g'irlatdik, boshqa qildik, plandiga qaysi joylari yoqishni boshladi-ku. Ana o'sha narsalarni qaydir amalda buyruqlarga sizlarni qaytariladigan bo'lsa, boshqa bo'lsa, o'shani Cloud MD ni ichiga tashlab qo'ysanglar bo'ladi. Cloud MD bu nima narsa? Bu sizlarni loyihalarni bajarish paytida sizlarni buyrug'inglarni ichiga qo'shimcha ravishda buni berib ketadigan narsa. Masalan, deylik, sizlar har doim sayt yasagan paytingizda palonchi tomonidan yasaldi degan yozuvni qo'ymoqchimisizlar, o'shani kiritib qo'yinglar bunga. Yoki deylik, sizlar har doim qayzor texnologiyalar ishlatasizlar. Sizlar HTML, CSS, JavaScript ishlatgan deb aytdim. Sizlar aytishingiz mumkin, menga npm da qilib bergan, Next.js da qilib bergan, tam Nuxt.js da qilib bergan, tam React.js da qilib ber, TypeScript da qilib ber, hokazo yozishingiz mumkin. Ana o'sha gaplarni hammasini yozib qo'ysanglar bo'ladi. Shuni yozib qo'yganingizdan keyin keyingi safar sizlar buni gapirib o'tirishingiz shart bo'lmaydi. Shunday Cloudni ochasizlar-da, o'rtoq, menga endi mana bunaqa sayt kerak deb turib gapni boshlab ketsanglar, u sizlarga aytgan steklar bo'yicha saytlarni qilib beradi. Undan keyingi narsa bu ko'nikma deb tarjima qilgan bu skilllar, bularni alohida ko'rib chiqamiz. Kod razvedkasi degan, code intelligence, uni ham alohida ko'rib chiqamiz. Skill degani bu biror bitta kichkinagina imkoniyatni qayta ishlatadigan bo'lsanglar, masalan, test qilish kerak, validatsiya qilish kerak, parolni input boxini ko'rinmini yaxshi qo'ygan bo'lish kerak, hokazolarni alohida skilllarga bo'lib tashlasanglar bo'ladi-da. Bajarish paytida mana skilllarni qo'shib turib bajargan desanglar, o'shalarni qo'shib bajaradi. MCP juda ham zo'r narsa chiqdi. Bu MCP bu AI bilan gaplashish uchun yangi protokol chiqqan. Ana o'sha protokol bilan gaplashish. Undan keyin agent tushunchasi bor, subagent degan tushuncha bor. Ularni keyin bir qarab chiqamiz. Xo'p, va bitta narsani men yana ko'rsatib bermoqchi edim sizlarga. Bu ham bo'lsa, men hozircha hammasini qo'lda qilishni ko'rsatdim-ku. Bu narsani sizlar mana bu joyda ham qilsanglar bo'ladi. Ya'ni PyCharmda men boyagi papkani ochib qo'yganman. Bu yerda PyCharmni men aytdim, boyagi Cloud o'zini naqasi bor, plugini bor deb, mana bitta pluginni bossam, mana menga terminal qanaqa ishlatmaganimga bu ancha qotib qolib shekilli. Yo'q, bunisi emas, bunisi. Okey, yoki buni o'zida yoqamiz. Ya'ni sizlar to'g'ridan-to'g'ri PyCharmni yoki xohlagan ID'ni o'zida tegida ishlatib ketsanglar bo'ladi bu narsalaringlarni. Va mana hozir mana yozgan hamma fayllari, mana hamma narsasi turibdi. Qilingan ishlarni readme.mdga qilamiz. To'g'ridan-to'g'ri shu o'zida Cloud ishlatib ketsanglar bo'ladi. Bu saytni serverga yuklashni readme.md fayliga yozib ber. Sayt haqidagi ma'lumotlarni ham qo'sh. Ya'ni readme ni o'ziga tayyorlatib ko'ramiz. Mana readme hozircha bo'sh turibdi. Kalibda o'qib chiqadi hozir bu nimalar borliklarini, o'shandan kelib chiqib bizga bu anaqani yozib beradi. Readme'miz yozib beradi. Bugun qilmoqchi bo'lgan narsamiz asosan shular, ya'ni Cloud Code'ni ishlatish, Cloud Code'ni qanaqa qilib kompyuterga o'rnatish va unda biror ishlarni bajarish edi. Bundan keyin bo'lsa Cloud Code'ni o'ziga tegishli bo'lgan har bitta imkoniyatlarni bitta ochib chiqishni boshlaymiz. Bugungi darsimiz menimcha 1 soat bo'ldi. Bundan ko'p qilsa o'sha hamma charchab qoladi deb o'ylayman. Shunga xo'p, ruxsatinglar bilan mana shu joyga kelganda to'xtataman. Mana marhamat. Kitoblar ko'rgazmasi Ustek sayt haqida. Eng qizig'i ID gulab qo'yganinglardan keyin xatlarni o'zgartirayotganini ID-ni ko'rib tursanglar bo'ladi mana. Va uni qabul qilish qilmasligini xohlasanglar bu yerdan qabul qilish qilmasligini bosasizlar, xohlasanglar tepani o'zidan ham accept bossanglar bo'ladi.
Mana bu menga hozir MD faylda chiroyli qilib boyagi hujjatlashtirishni tayinlab berdi. Mana Netlify'ga qo'ygan tekinga bo'ladi deyapti, Vercel'ga qo'ysang bepul bo'ladi deyapti, oddiy hostingda bunaqa bo'ladi, mana sizlarga hamma narsasini qo'yib berdi. Undan keyin hujjatlashtirish paytida o'ziga yetib turib ham hujjatlarni yozdirsanglar bo'ladi. To'g'ri, to'kinlaringlar ketib qolishi mumkin, lekin hujjat bo'lgani har doim yaxshi. Xo'p, endi hozircha bugungi mavzuyimiz shulardan iborat. Agar savollar bo'lsa 5 minut savollarga ajratsak, bo'lmasam hammaga rahmat, keyingi safar yana ko'rishamiz.